O'rtoqlar, men makiyaj qildirdim hozir. Endi Abdulaziz reaksiyasini ko'ramiz ketdik. Voy dalni. Oho! Chiroyliman, qara. Asal mana. Xudo ko'rsatmasin, sandaqa birontamni xotin bola olib qo'ysam, Oy, ko'zingni och, qara, qanaqa tako'yligimni, asal bo'lib qolganman. Hech qachon sandaqa bilmadim, bironta ayamani xotin shunaqa bo'lsa boru. Manaqa topa olmaysan. Eshitsang gapimni, mani ayol xotinim shunaqa bo'lib qolsa, biron marta mana shu labiga qachab pomada sursa ham yoki pomada ushlab qolsa ham qo'l kesiladi yoki yuz yo'q qoladi. Mana shu bo'lib ketishi mumkin, katta temib ketib qoladi. Uylanmayman agar shunaqa yuz qilsa. Shunda makiyajsiz qizlar yoqadi deysan. Uylanaman-ku. Uylanayotgan paytim kerak bo'lsa, to'yda ham makiyaj qilmaydi. Voh. Daming olibsan. Kelim bizaniki. Kelishgan krashka bo'ladi. Kelim bizaniki xollagancha makiyaj biza qildiramiz. Saralashmaysan, tushuningmi? Oyim bilan mani ishim u. Bo'lib uylanmayman, aytmang. Oyim aytaman. Daming olibsan. Ahmoq. Qaranglar. Hozir zo'r ideya keldi deyman. Takras Abdulaziz shop deydi. Abdulazizga prank qilaman. Abu qizlar nima olib kelsan salonga? Qaysi qizlar? Men tashqarida bitta qizani so'rab o'tiribdi. Kim u mol? Ahmoq. Choli qizmi? Men bilan o'yin qilmagan. Ahmoq kim anu qiz? Ana pastda turibdi. Pastda qizmi? Ha, kim u? Qatta bilaman. Mortish tez. Bironta qizim bo'lsa, qol, ahmoq. Eshitaman. Gapiring. Siz chaqirdingizmi? Men chaqirmadim. Shunchaki uyalayotgan bo'lsangiz kerak. Muxlisimisiz? Qanaqa muxlis? Muxlis bo'lsangiz kerak-da. Qo'ysizchi. Shu qiz chaqirdimi? Men senga nima dedim? Sen ne bu qiz o'zing o'zingga gapiryapsan? G'alati emasmi? Qani ismi bu bolani? Shaytonmi kim? Ne gapiryapsan? Qizlarga gap otyapsanmi sen? Bu yoqqa kelgin. Sen ne qizlarga gap otyapsan bu yoqqa kelgin? Sen o'zing aytdingmi? Men qachon aytdim? Voy o'lsangiz qizlarga gap otishni shunaqa ham gap otyasanmi? Ahmoq. Hali bu Abdulaziz mashinasi. Orqaga kirib o'tirib olaman-da. Lekin olaman qani? Ularga gaplashasizmi? Yoki qayerga borib ekan? Jayram degan qizman deb. Voy. Sura. Bilosini ishlashga cho'tga rahmat o'rtoq. Qadrlaysan. Tushunmadim. Короче, anu tema nima bo'ldi? Ya, kecha o'yin bilib qolish, ozgina qoldi o'rta sigaret bor. Sigaretni cho'tagimga tiqib qo'yibsan flos. Uyga kirdimda shundoq qarasa oyim. Amallab shu derazdan otib yubordim. Anu qizing nima bo'lyapti degancha? Qizingga tez bitta o'rtog'ini to'g'irlab bersam. Ha, to'g'irlab bersin o'rtoq, to'g'irlamasa bo'lmaydi. Qizsiz endi yurish mumkin emas bizga. Ukam. O'shancha opam? Opa? Opamning o'zim javob, sen xavotir olma ustidan. Bittadan shapaloq o'z yetadi u qizga. Nima emish? To'xta. Bu ana kechirib yuboradigan vaziyat bo'lmadi-da. Nimaga? Sen mashina olib nima endi sigaret, qizlarsiz bo'lmaydimi, ha? Bu yoqqa dedim. To'xta. Quloq qo'yamiz. Voy. Chinda bu. Chinga o'zing bitta shapaloq urib qo'y. O'zi oyimga ketay qo'yinglar. Prямой Instagram. Bitta urasan faqat. Sekin urasan. Davay. Bismillahirrohmanirrohim. O'zing yaqinroq. Onamning qo'li, Laylipamning qo'li. Nur chiqdi chunki.